ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni avvalo, keyin oila a'zolaringizni otashi do'zaxdan, qanaqa otashi do'zax deyilsa, yoqilg'izi deydi. Alloh panoh bersin. Odamlar va toshlar bo'lgan jahannamdan saqlanglar. Otashi do'zaxdan saqlanglar deb Parvardigor olam bizni ogoh bo'lishligiga, xabardor bo'lishligiga Alloh buyuryapti, chaqiryapti. Do'zax Alloh panoh bersin nima bilan yonadi deyilsa, Alloh taolo xabarni beryaptiki, odam va toshlar bo'lgan. Yoqilg'izi mana shu odamiy zot bilan toshlar bilan otashi do'zax yonar ekan. Ana bu narsadan do'zaxga qarab borishlikdan Alloh taolo aytayaptiki, avvalo o'zingizni va ahlingizni, oilangizni saqlang deb Parvardigor olam bizga xitob qilib aytayapti. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bu oyatni shunday xabarni beryaptilar. Buni tafsirida shu oyatni quyidagicha tafsir qilganlar. Ya'ni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ularga ta'lim va odob bering deb tafsir qilganlar. Ali radhiyallohu anhu bu oyatni tafsirida, ya'ni oilangizni otashi do'zaxdan saqlanglar degan oyatni tafsirida ularga deydilar, oilangizga, bola chaqangizga ta'limni go'zal qiling, ta'limni chiroyli qiling, odobini chiroyli qiling, yaxshi odob bering deb tafsir qilgan ekanlar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda aytadilarki, ala kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keltirilgan hadisda aytiladiki, har biringiz rahbarsiz va har biringiz qo'l ostidagilaringizga mas'ulsiz. Erkak kishi o'z oilasida rahbardir va ularga mas'uldir. Ayol erining uyida va bolalariga mutasaddidir va ularga mas'uldir. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir qator gaplari bilan oiladagi ta'limni, oiladagi tarbiyani, oila qaysi yo'l bilan borishligini bir qator gaplari bilan tushuntirib berdilar. Ogoh bo'linglar, e'tiborli bo'linglar deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarni boshladilar. Har biringiz rahbarsiz. Har birimiz rahbarimiz. Qaysi birimiz ishxonada, qaysi birimiz boshqa bir joyda, qaysi birimiz xonadonimizda, hammamiz rahbarmiz. Xo'sh, rahbar bo'lsak nima bo'pti? Nima qilishlik kerak? Yo'q. Siz mas'ulsiz deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Erkak kishi o'z oilasiga va qo'l ostidagilariga mas'ul. Mas'ul degani endi ko'p narsalarning ichiga qamrab oladi. Oilasi bo'lsa uning nafaqasi, bolasini tarbiyasi, ayolini himoya qilishligi. Rahbar bo'lsa agar qo'l ostidagilariga zulm qilmasligi, haqqini yemasligi, xuddi shunday boshqa qancha masalalar borki, o'zini ichiga qamrab oladi.